안녕하십니까. Salom. 저는 Men 이제 men 운동을 hozir mashq qilmoqchiman. Men bugun yelkalarga mashq qilaman. 깨고요. Hobby huyung bilan. Men buni qilaman. Janobli, birodarim bugun qanaqa mashq? Ko'kraklar uchunmi? Ha, men bugun ko'kraklar uchun. Men bugun yelkaga mashq qilaman. Men faqat 500 ta yon taraf yelka uchun mashqqa keldim. Bir vaqtlar Jonguk bilan mashq qilganimda har to'plamda 90 marta takrorlagandim. 90? Bir to'plamdami? Toshning vazni qancha edi? Menimcha 3 kilogramm. Oh, men uni 300 ga yetkaza olaman. 300 va ko'proq. Keling, buni bajaramiz. Avval boshlaymiz. Men buni shunchaki shu yerda qoldira olaman. Mayli. Mayli, yaxshi. Siz buni qanday qilasiz? Mayli. Yon tomonga ko'tarishni boshlang. 50 tadan qilishni boshlasamchi? Mayli. Men ularni sanab qilaman. 1 2 3 4 30 40 50 40 Davom etamiz. U allaqachon boshladi. 20 40 30 ta qilish vaqti keldi. Bunday qilsang qiyin bo'ladi huyung. Keyin yelkangizni orqaga burish qiyin bo'ladi. Buning o'rniga siz Sengmonga kamroq kuch qo'yishingiz kerak. Agar siz buni qiyin deb hisoblasangiz, yaxshi, 30 ta qilasizmi? Davom etamiz. 20 29 30 Men og'irlikni 20 ga ko'taraman. Men 20 yoki 10 taga oshiraman. Men buni qilaman. Huyungda 7,5 kilogramm. 7,5? Yaxshi. Kecha men tennis o'ynagandim. Men bilagimni biroz og'ritdim, to'g'ri. Mening bilagim juda og'riyapti. O'nta qilaylik. Davom etamiz. Boshladik. Bu to'plamda yana bitta bor. Yaxshi, 10 ta. Yana 10 ta bajara olasizmi? Ha, mayli. Faqat 10 ta. Men 20 kilogramm olaman. Boshladik. Oldin 20 ta qilgan gantellarimiz ham bor. Oh. Shu bilan yana 20 tasini qildik. Mayli. Qirqta qoldimi? 40 ta, to'g'ri. Siz shu tarzda 20 ta qildingiz. Keyin tanangizni 45 darajaga biroz buking va shu darajada turing. Yana shunday. Keyin orqa qism ishlaydi. Yaxshi, shunda alohida mashq shart emas.
Xuddi shu 25 va bu 25. Tugatasizmi? Nima qilishim kerak? Bu qiyin bo'lsa ham bu biroz qiyin. Unda keling, buni oxirgi to'plam bilan tugatamiz. Ertaga ko'rganingizda juda samarali bo'ladi. Haqiqatdan ham 300 ta qila oladigan odamlar kam, lekin shu yo'l bilan ularning soni ortmoqda. Uni kengaytiryapsizmi? Davom etamizmi? Ha. Bu shundaymi? Ha. 좋아. Yaxshi.